ketsak. Xudo xolasa siz aytdingiz, 1 so'm pul bermay ham olib chiqib ketsa bo'ladi deb aytyapsiz. Shunaqami? Fa brendini hozir boshlang'ich olib chiqib ketsa ham bo'ladi. Boshlang'ich olib chiqib ketsa. Rullar yumshoq rosa. Rullar elektron ustunning multirul o'rtoqlar. Rullari bor. Monitorlari bor ekan. Monitorlari, old orqa zadniy kameralari ham bor ekan. Zadniy kamera. Yo'q, agar o'yingizda bo'lsa, shassisini olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Undan tashqari zakaz qilsangiz, aka, sizga xohlagan turingizda buni orqasiga narsa qo'yib beramiz. Yukni qancha oladi? Aka, buni kitobiga 5,5 tonna yozgan. Xo'p. Endi buni o'zlariga qarab bemalol bosishaveradi. Qarang, misol 8 tonnani olaveradi. Aka 10 tonnadan olamiz, aka. Unga ham xohlasangiz boshlang'ich qilasiz, bo'lmasa boshlang'ichingiz ham olsa bo'ladi. Bunday qanday bo'lsa, buni ham shunday to'g'rilab beriladi. O'rtoqlar silindrga. Aka-ukalar 53 zil obzor qilsam yozasizlar kommentda. Bular davri o'tdi, eskirdi, lekin yangi olay desak qimmat, pul yetmaydi deganlarga juda zo'r momenti. Hozir biz Andijonga keldik o'rtoqlar. China Motors kompaniyasi mana shu FAV brendini dilersiyasini olgan-a? Olgan. Xo'p, sizlar bilan Umidjonni tanishtiraman. Mana shu yerda menejerlari. Xo'p, Umidjon shularni bir imkoniyatlarni ko'rsatib ketsak. Xudo xolasa siz aytdingiz, 1 so'm pul bermay ham olib chiqib ketsa bo'ladi deb aytyapsiz. Shunaqami? Fa brendini hozir boshlang'ich olib chiqib ketsa ham bo'ladi. Boshlang'ich olib chiqib ketsa ham bo'ladi. Keyin tartiblari bor uni. Tartiblari bor. Keyin o'rtoqlar, telefon qilasizlar. Aka, vodovoz topib bering. Aka, samosval topib bering, o'qib bering, o'qib bering deganlarga o'rtoqlar tayyor shassini olib keltirib qo'yganmiz o'rtoqlar. Xullas, videoni boshladik. Juda manfaatli video bo'ladi. Avvalilar hadab eskini chiqaravermay, yangisi babi yangi. Boshlayveramiz. Endi achkita qarim-qaja bilan issiq 40 gradusdan oshiq ko'zni ochib bo'lmayapti. Shunga endi mana noto'g'ri tushunmaylik. Boshlayveramiz. Mana Andijonda China Motors kompaniyasi. Xudo xolasa Umidjon qaysi birdan boshladik endi FAVlarni? Bo'lmasa aka, FAVda hozir hammaga yoqib, hamma suyib olayotgan mashinasi FAVda shassili, benzinli motorligidan boshlayveramiz aka. Aha. Xo'lasa mana Nalichida 3 ta kecha payt olib chiqib qo'ydik aka, tayyor. Qarang, bitta ma'lumot. Bu FAV brendi hozir Andijonda terilyapti. Andijonda o'zimiz Bo'stonda terilyapti aka. O'zimizda terilyapti. Demak, Nalichilarda hali bor. Nalichida bor aka. Yashang. Hamma modellar xudo xolasa birinchi bizni qo'ldan o'tadi. Aha. Kimlardir zavoddan meni ketkisi keladi, kimlardir yangisi mingisi keladi. Xudo xolasa aka chiqarib beramiz. Ishonsanglar, hozir bor yuk mashinachilar davri ekan. Chunki men ham ustida ishlatyapman. Yuk mashina qidiryapman, hammasi bandda. Hammasi band, qo'liga tegmayapti. O'rtoqlar, maza qilib pul topasizlar, xudo xolasa. Boshlayveramiz. Mana bizdan bu qanaqa modeli bu? Motorlar qanaqa bir? Favga Tiger 5 o'sha shassisi. Bu qulpaga nargisi ochiq edi aka. Xo'p. Birinchi bo'lsa buni aka shofirga komfortlikdan ko'rib ketaylik, keyin yuk ko'tarishlarini nimalarni ko'ramiz. Salonlari, oynalar mana elektronli, hamma yo'q. Qulayliklari bor, yumshoq mashina, xudo xolasa. Mashina endi oldin risollik uchun katta yuk olgani uchun sal jo'skroq bo'ladi. Oldin risol lekin buni. Hop. Endi bundan yumshoq olasiz, bunaqalarni ham topib beramiz. Rullar yumshoq rosa. Rullar elektron ustunning multirul o'rtoqlar. Rullari bor. Monitorlari bor ekan. Monitorlari, old orqa zadniy kameralari ham bor ekan. Zadniy kameralar ham bor. Zamonaviy mashinalarda bo'lganda, undan tashqari konditsioneri ham bor ekan. Yoz kunda, bunaqa kunda umuman qiynalishmaydi. Keyin buni xudo xolasa motorlari ham yaxshimi? Motor aka FAVda o'zini eng ishonchli motorlardan. Bitta ochib ko'rsatib turamiz aka. Xo'p. Bitta nima bilan ochiladi? Hali ko'pchilik sizdan taydan nima qilib ko'rmoqchi bo'ladi. Nimalardir yog'ini alishtiraman desa ham, sivchasini ko'raman desa ham qiynaladi. Buni kallasini bitta ko'taradi aka. O'zi og'ilaganda ko'raveradi. Bu 2 li turbina motorda. Xo'p. 130 ta ot kuchiga ega ekan bu. Bu hozir benzinli variantmi? Bu benzinli variant ekan. Benzinli variant. Qancha rasxod qiladi endi bu? Bu 8,5 ta yozgan, 10 ta yuki bilan 12 ta 13 ta turadi rasxod qiladi endi, realniy. Yaxshi. Bu zavod qancha yuk ko'tarishga bergan? Zavodda Go'za Podolniki texpasportda 2 tonna 800 kilo yozadi ekan. Xo'p. Bu endi bir 3 tonna oshiq oladimi, misol uchun o'zimiz biz endi 2 ga ko'paytirib bosishaveradi, bemalol 4-5 tonnagacha olyapti. 5 tonnagacha oladi. Olaveradi aka. O'rtoqlar, ramalarni ham ko'rib turibsizlar, baquvvat. Ancha baquvvat. Shveyler materialga, o'rtoqlar, bemalol kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar.
aka buni ramasiga o'sha siz aytgandek xohlagan o'zlarini masalan ishlarga moslab bort qiladilar yoki tent. Bundan tashqari nimalar olyapti aka, yo'l qurilishida olyapti, ustiga suv bachoy qo'yib, suv sachadigan qilyapti. Xo'p, Umidjon, men keldim, olmoqchiman. Menga hozir mashina vodovoz qilib beringlar desam, topib qilib bera olasizlarmi yoki o'zim qidirib topib o'rnatishim kerakmi buni? Yo'q, aka, agar o'yingizda bo'lsa, shassisini olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Undan tashqari zakaz qilsangiz, aka, sizga xohlagan turingizda buni orqasiga narsa qo'yib beramiz. O'zimizda bor. Shassi deysizmi? Bundan sal kattaroqlariga olasiz, musravozlarigacha, benzavoz, sut tashiymansiz, hali malaka vozlar bo'ladi. Hammasini qo'yib beramiz. Sisternalar hamma yo'q bor. 4 ta resorli, 4 ta resor, kattasida moslarni ham ko'rib turibsiz, ancha qalin. Keyin mana kommentga ko'pchilik yozishadi. Ha, buni 20 ming yursang, 40 ming yursang, u yeri bunaqa bo'ladi, bu yeri bunaqa bo'lishni boshlaydi deydi. Kafolatini so'ray. Xo'p, aka, bu kafolati 3 yil 100 ming kilometr zavod garantiya beradi. Bundan tashqari, FAVni bilasiz. Bizda ko'proq furgonlar sotilgan katta 7,5 metrli, 10 metrli. Yaxshi. Bu FAVni bir где-то bir 6 yil atrofida sotilyapti O'zbekistonda, haydashadi. Endi Xitoyda birinchi o'rinda turadigan yuk mashina chiqaradi. O'shancha emblemasiga bir raqam yozilgan. Nomer 1 Xitoyda. Nomer 1. 70 yildan beri shu birinchilikni berib kelmaydi. Demak, bu kompaniya kecha chiqmagan. Yo'q. Ilgaridan tajriba, xullas, shu. Anchadan beri ishlab chiqaradi o'zi. Ko'pchilik biladi aka buni. Endi Umidjon, buni bir narxlari bilan tanishtirib keting. Xo'p, aka, buni hozir narxlariga skidka berilgan, shu rasmiy dilerlik olingani uchun. Bular 280 million sotilgan bo'lsa, hozir 10 million so'm skidkasi bor aka, 270 millionga tushadi, 80 ming kam. 10 million skidkasi bor. 10 million skidkasi bor aka, sirazi. Yashang. Shu spravkadan nomlarga chiqarib beramiz. Keyin haligi shartlari bor deganingizni ham tushuntirib batafsil olib keting. Boshlang'ich siz ham ko'pchilik firmaga nimaga olmoqchi bo'lishadi. Boshlang'ich olish uchun o'sha Hamkorbankda yo shotlayn bo'lish kerak, bo'lmasa boshlang'ichga garoyvazga narsa qo'yish kerak aka. Shunda olib bemalol ishini bitirib ketaveradi. 30% ni qoplaydigan narsa qo'yish kerak. Yashang. Hamma ma'lumotni oldik degan umiddamiz. Buni baki nechta litrli Umidjon bu? Buni baki 55 talik aka. 55 talik, a? Balonlari hammasi 15 ta bo'ladi. Men qarang, servis xizmat, misol uchun metan propan o'rnatishga nima bormi buni? Bunga aka o'zimiz servislar bor. Metan ham propan ham so'rashga qilib berishadi. Chiqib ketmaydi? Yo'q, garantiyadan chiqmagan holatda qo'yib berishadi. Qo'yib berishadi, ha. Lekin o'zlari qo'ydirsa garantiyadan chiqadi, ha? Garantiyadan chiqadi kerak. Shundan tashqari zapchasti ham, servisi ham bor. Chunki zavod aka yonimizda. Bu dizelni varianti, u necha ot kuchi qanaqa bo'ladi buni? Dizelnisi ham bor. Dizelnisi ham 100 ot kuchi, 130 ot kuchi. Faqat u dizel harakatlardan uncha farqi yo'q aka. Farqi yo'q, ha? Kimlardir dizelli motor so'raydi, shunga nima qilib beriladi. Xo'p. Qarang, hozir narxni men shassi holatiga aytdingiz. Shassi holatiga. Keyin u yog'i zakazga qarab o'zgaraveradi. Kattaroqlarni so'rashadi, masalan 6 metrli, 7 metrlilari. Unga qarab ham aka zakazlar bor. Bundan keyingi videolarda xudo xolasa zavoddan olib chiqishni nima qilamiz? Chunki hozir zavod ulgurmayapti. Yashang. Hozir mana samasvalni olib chiqib kelganmiz aka. Xo'p, o'rtoqlar, menga obunachi telefon qilib, yoshlari katta odamlar ham, uka, endi nima deydi? Rossiyskiy mashinalar yoshi kattalar biroz qiyin bo'ladi, boshqarish ham jicha qiynalyapman. Sal yengilroq, ixchamroq mashinalar bo'ladi desa, deganlar kam buziladigan aka, masalan. Funksiyasi ko'p, qo'llar, rullar ham bemalol, qulayroq. Shunaqa aka-ukalar uchun mana tayyor bu samasval. Qanaqa model deydi endi buni? Bu FAV. FAV Tiger 5 bu ham. Samasval. Salonlari ham ideal ekan o'rtoqlar, ko'ringlar. Hozir bafirchi salon ko'rsatmay oldi videoni bir ko'rsatib beray buni obunachilarga. Mana yengil mashinalarda yo'q narsa, 360 kameralarigacha bor aka. 360 ham bor. Yosh kattalar ham tor ko'chaga kirganda ham qiynalmay haydalanadi aka bu. Bu dizelni, ha, bu? Bu dizelni aka bu. Dizelni. Bu yukni qancha oladi? Aka buni kitobiga 5,5 tonna yozgan. Xo'p. Endi buni o'zlariga qarab bosishaveradi. Qarang, misol 8 tonnani olaveradi, ha? Aka 10 tonnadan og'irroq olaveradi aka. Shassi ancha baquvvat. Shassi 10 tonnaga moslangan o'zi. Endi haliga ruxsat bersa bo'ldi, olaveradi bular. Olaveradi aka bu ham. Gap yo'q. Xizmat qilaveradi. Yasha. Motorlar ham ancha baquvvat, tortaveradi aka 3 ta. Buni ham qarang, o'sha misol uchun meni hozir pulim yo'q yoki bir
arzonlashtirib qanaqadir muddatli nima deydi, nasiya savdo degan narsalari bormi, yo'qmi buni? Nasiya savdo ham o'sha hamkor bankdan chiqadi. Xo'p. O'sha aytganimizdaqa, unga ham xohlasiz boshlang'ich qilasiz, bo'lmasa boshlang'ich ham olsa bo'ladi. Bunda qanday bo'lsa, buni ham shunday to'g'rilab xuddi shunday. beriladi. O'rtoqlar, silindri ham KAMAZga o'xshatib qilingan ekan, o'rtoqlar. KAMAZ sistema qilib. Bu necha kuzovi buni? Bu 420 ga 210. 420 ga 210. 6 kuba sig'adi aka, shu holatiga. 6 kuba sig'adi. Podramniklar, ramalari ham baquvvat, xudo Ancha xolasa. baquvvat aka. Ancha baquvvat. Keyin motori nechtalik dedingiz buni? 130 talik, bu ham U-chay motorda. Favda o'zini motori. Favda o'zini motori. Bir kishi bemalol ochaverar ekan-a, qarang. Kishi bemalol ochaveradi aka. Turbina motor bu. Turbo ham. Nima bo'ladi bu? Apparat bo'ladi. Salarkani ham aka kam yoqadi, tanlamaydi. Tanlamaydi. Yaxshi. Xullas, kafolatlari 3 yil, 100 ming kilometrgacha. 100 ming kilometr kafolat berilyapti. Motor nimalari? Motor, korobka, moska, shunaqami? Mosdan. Aha. Buni qarang, yana bitta savol bor. Buni samasval emas, boshqachasini, misol shassisi bormi buni ham? Buni ham shassisi bor aka. Shassisi bor. Bor aka. Aha. Hali kimlardir yon taraman qiladigan haligi bemalol zernavoz qilaman, o'sha har tarafga og'diradigan. Shassisini ham chiqarib beramiz aka buni. Yengilroq chiqadi narxlari ham. Yengilroq chiqadi. Yengilroq chiqadi. Gap yo'q. Moslari ham baquvvat ekan-a. Tormozlari ham ko'rib turibsizlar. Bittada tushsa kerak, xudo xolasa. Vaznushni bo'ladi. Men qarang, misol uchun buni bana kuzupini o'zi nima deydi? Samodelka qilib, balandroq qilib, chuqurroq qilib, balandroq qilsa ham bo'ladi aka. Qayta jihozga bo'ladi bular. Qayta jihoz qilib olishadi, bo'ldi aka. O'rtalar silosmi, haligi zillarni baquvvat baland qilib oladi, 130 140lik qilib oladi. Shunaqa qilib ham bemalol yursa bo'laveradi. Bu standart bo'yicha chiqargan. Buni qayta jihoz qilib qilsa bo'ladi aka. Salonlardan bir ko'rsatib ketaylik. Bu ham o'ynanglar, elektronniy, ko'rib turibsizlar. Ya bismillah. Qani chiqaylikchi. Ancha komforti va ancha komfort, keng. Masalan, rullari ham kattagina, o'sha ustunlik qilingan, gidrolikka ustunlik. Yumshoq-a? Yumshoqqina. Otaxonlar ham minib ketaversa kerak endi. Ko'zlari agar yaxshi bo'lsa, qiynalishmaydi aka. Qarang, orqada uzoq yo'lga bo'lsa bir damda ham oladi, spanlari ham bor ekan o'rtoqlar. Bitakka borganda bir yuqi kelib qolsa, bemalol tashlab yuborsa bo'ladi. Demak, konditsioner bor. Konditsionerlar bor. Monitorlar bor. 360 dedingiz-a buni? Kameralar bor. Bemalol yukni qayerga to'kyapsiz, kontrol qilib, bemalol ekan. Juda qulay ekan o'rtoqlar. Korobkalari ham 8 talik, o'sha pomeshnik hammalari bor. Xo'p, buni narxi necha pul endi Umidjon? Buni narxi hozir 499 million aka. 499 million. O'sha naqdga, shunaqa naqdga persinaga bo'laveradi aka. Xo'p, bir misol uchun meni misol bir 10 mingga zil sotsam, 10 ming pul bilan kelsam, olib chiqib ketamanmi, olib chiqib ketmaymanmi? Chiqarib beramiz aka. Chiqarib kelishtirib beriladi. Chiqarib beramiz. Bo'ldi. Yaxshi. Plafonlari ham o'rtoqlar, ana ko'rib turibsizlar, ishlayapti. Yaxshi, xo'p. Xo'p, Umidjon, bo'lmasam vodiyliklarda, nafaqat vodiy, umuman butun O'zbekiston bo'ylab Andijonga taklif qilamiz, xudo xolasa. Aka, zavodni o'zidan haydab ketishadi aka. Haydab ketishadi. Kelinglar, xudo xolasa, vodiyda aylanib, Andijonlarda aylanib, bemalol ko'rib ketaverasizlar. Kelinglar, olib maza qilib, endi yangi mashinaga yetmaydi-da, to'g'rimi? Oshni yeb haydab ketishadi aka, xudo xolasa. Rahmat shunchalik ma'lumotlar uchun. O'rtoqlar, mana shu telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. 74 270 70. Kelaverasizlar.